Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz ta'lim uchun Canva loyihasi asosida video darslar tayyorlashni maqsad qilib qo'yganmiz. Bugungi darsimizda siz bilan Canva dasturini o'rganishni boshlaymiz. Canva bu onlayn grafik dizayn platformasi bo'lib, u orqali siz taqdimotlar, sertifikatlar, plakatlar, tezis va ish varaqlari va boshqa ko'plab materiallarni osongina yaratishingiz mumkin. Keling, birinchi qadamdan boshlaymiz. Birinchi qadam biz Canva dasturidan ro'yxatdan o'tishdan boshlaymiz. Canva dasturi onlayn platforma bo'lgani uchun Chrome'ga Canva deb qidiradigan bo'lsak, canva.com saytiga kirib olamiz. Canva dasturini siz internet brauzeri orqali ishlatishingiz ham mumkin. Yoki Canva desktop deb qidirish orqali Canva desktop faylni yuklab kompyuteringizga o'rnatishingiz mumkin. Men oldin o'rnatganman, shu sababli yuklab o'rnatmayman. Va bu yerdan saytdan ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz. Canva dasturida o'zbek tili mavjud. Agarda sizda o'zbek tili chiqmasa, tillar bo'limidan sozlashingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz va bu yerda siz turli xil usullar orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Albatta, barcha qatori Google, ya'ni Gmail orqali ro'yxatdan o'tamiz yoki elektron pochtalar orqali ro'yxatdan o'tishingiz ham mumkin. Google orqali ro'yxatdan o'tishni boshladik. Mana biz osongina Canva dasturiga kirib oldik. Bu yerda siz o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni kiritib ketishingiz mumkin. Yoki bu tashlab ketish tugmachasini bosib tashlab ketishingiz ham mumkin. Mana biz Canva dasturidan ro'yxatdan o'tib oldik. Endi keling, Canva dasturi orqali ham ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Canva dasturini yuklaganimizdan so'ng Canva dasturiga kirib olamiz. Bu dastur internet bilan ishlagani sababli doimiy internet bo'lishi kerak sizda. Xo'p, demak, biz bu yerdan akkauntimizni qo'shib olamiz. Menda oldingi akkaunt, bu yerdan akkaunt qo'shish tugmachasini bosish orqali boshqa hisobga kirishni tanlaymiz yoki siz birdan kirishni bosishingiz mumkin. Mana boshqa hisobga kirishni boshladik. Google orqali davom etishni bosaman va xuddi boyagi profilimdan ro'yxatdan o'tib dasturni ochib olamiz. Xo'p, demak biz mana Canva dasturidan ro'yxatdan o'tib oldik. Endi dasturning interfeysi bilan tanishamiz. Bosh sahifada oldin siz yaratgan bu yerda dizaynlaringiz doimiy ko'rinib turadi. Bu yerdan hujjat, doska, taqdimot va boshqalar bo'yicha filtrlashingiz mumkin. Keyin loyihalar bo'limida umuman sizni qilgan loyihalaringiz, yaratgan jildlaringiz papkalar orqali bu yerda saqlashingiz mumkin. Siz hech qanaqa kompyuterga yuklab olishingiz shart emas, sizni profilingizda doimiy saqlanib boradi. Buning qulaylik taraflaridan ham biri shu. Doimiy sizni dizaynlaringiz onlaynda saqlanib boradi. Andozalar bo'limida esa turli xil shablonlar topishingiz mumkin. Bu yerda shablonlar juda ko'p, 10,000 dan ortiq yoki 10 dan ham ko'proq shablonlar mavjud. Print bo'limida siz o'zingizning mavzularni o'rnatishingiz mumkin. Bu yerda premium versiyasi ko'rsatilgan, ya'ni bularni o'rnatish uchun sizda premium versiyasi bo'lishi kerak. Ilovalardan foydalanishda ham ko'pchilikda premium versiyalari bo'lishi kerak. Ilovalar nimalar? Bular extensionlar deb ataladi, ya'ni yordamchi dasturlar. Dastur ichidagi yordamchi dasturlar hisoblanadi. Bular orqali siz turli xil ishlarni bajarishingiz mumkin. QR kodlar qo'yishingiz, animatsiyalar olishingiz, shopping saytlariga to'g'ridan to'g'ri ma'lumot yuborishingiz, xo'p, turli xil ramkalardan foydalanishingiz, mana bunaqa ramkalardan
rasmlarga turli xil filtrlar o'rnatishingiz, turli xil sun'iy intellektlardan foydalanishingiz mana bunaqa. Pikselga o'tkazishingiz rasmingizni pikselga o'tkazishingiz mumkin. Logo yaratib beradi o'zlari, avtomatik logolar yaratib beradi. Xo'p, rasmlarni orqa fonlarini avtomatik o'chirib berish yoki turli xil rasmlar o'zlari generatsiya qilib berish. Shunga o'xshash yordamchi dasturlar juda ko'p. Xo'p, keyingilariga o'tamiz. Orzu laboratoriyasi. Bu yerda sun'iy intellektdan foydalangan holda turli xil rasmlarni generatsiya qilishingiz mumkin. Sun'iy intellektdan sizga ozroqgina oz tanga beradi, 20 ta, agarda premium versiyasida bunda ko'proq tanga beradi. Settings bo'limida esa sizni profilingizda turli xil sozlamalarni olib borishingiz, tilni sozlashingiz mumkin. Bu yerdan kirish orqali agarda sizda rus tilida yoki boshqa tilda bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tiliga o'tishingiz mumkin. Endi keling birorta fayl ochishni ko'rib chiqamiz. Bu yerdan yuklash tugmachasi orqali o'zingizdagi oldingi birorta faylni yuklab shablonda ochishingiz ham mumkin yoki bu yerda turli xil shablonlar mavjud, shulardan ham foydalanishingiz mumkin. Ustiga bosish orqali mana bu yerda mana ochib olishimiz mumkin. Bo'sh varaq. Bo'sh varaq ochganimizdan so'ng buni fayllar bo'limida yangi jildga ko'chirishimiz, nusxa olishimiz yoki yuklab olishimiz mumkin. Versiyalar tarixi faqat premium versiyalarda premium tariflarda ko'rinadi, premium akkaunt olganlarda. Bu orqali har bir o'zgarishni siz kuzatib borishingiz mumkin. Va 30 kunga tekinga premiumda ishlatishingiz ham mumkin bu yerda. Endi tayyor shablonlardan foydalanishni va tahrirlashni ko'rib chiqamiz. Andozalar bo'limiga o'tamiz. Andozalar bo'limiga o'tib bu yerdan birorta shablon qidirib topishingiz mumkin. Misol uchun qidiruvga yozamiz. Matematika deb qidiradigan bo'lsak, bizga matematikaga oid turli xil shablonlarni tayyorlab berdi. Aynan biz nima qidirayotganimizni filtrs bo'limidan tanlashimiz kerak. Agarda taqdimot qidirayotgan bo'lsangiz, bu yerga taqdimot yoki bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan bo'limni tanlashingiz mumkin, kategoriyani. Va uslub ham bor, zamonaviy, minimalist, oddiy. Bulardan ham tanlab filtrlab olishingiz mumkin. Ta'lim, matematika yoki animatsiya, video, audio va boshqa yoshga doir bu yerda sinflarni tanlab ham ishlashingiz mumkin. Keling biz taqdimotni tanlaymiz va xo'p, bu yerdan sinfni tanlaymiz 5-sinflar uchun. Demak, va Apple tugmachasini bosamiz. Mana bizga 5-sinflar uchun tavsiya qilingan turli xil taqdimot shablonlarini ochib berdi. Bularni birortasini tanlab olib o'zgartirishimiz mumkin. Bularni o'zgartirishimizda bizga Pro versiyasi kerak bo'lar ekan. Pro versiyasini Telegramdan men bilan bog'lanish orqali sotib olishingiz mumkin. Arzonroqqa sotib olishingiz mumkin. Va yoki bu yerdan tekin shablonlardan ham foydalanishingiz mumkin. Birorta tekin shablonni tanlab olamiz va undan foydalanishda davom etamiz. Xo'p. Ushbu andozani moslashtiring. Bu yerdan ushbu taqdimotning har bir slaydlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Yoki bu yerda yana boshqa shunga o'xshash tavsiyalardan ham tanlab olishingiz mumkin. Ushbu andozadan moslashtirishni bosamiz. Xo'p. Keyingi darsda bularni tahrirlash va rasmlar yuklashni ko'ramiz. Hozir esa dizaynni saqlash va yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Siz ushbu dizaynni yuklab, chop eta olasiz va boshqa havola sifatida o'quvchingizga ulashishingiz mumkin. Baham ko'rish tugmachasini bosish orqali havoladan nusxa olib boshqalarga yuborishingiz mumkin.
Ya'ni bu havola orqali sizda boshqalar taqdimotingizni ko'ra oladi yoki yuklab olish tugmachasi orqali bu yerdan fayl turiga qarab yuklab olishingiz mumkin. PDF chop etish formati, PPTX taqdimot formati, video format, JPG, PNG va GIF qilib ham yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olishda keling biz taqdimot ko'rinishida yuklab olamiz va bu yerda sahifalarni tanlab olishingiz ham mumkin. Va yuklab olish tugmachasini bosamiz. Mana yuklab olib boshlandi. Bizda keyin qayerga yuklab olishni, ya'ni joy tanlashimiz kerak bo'ladi. Загрузка bo'limiga yuklab olamiz. Mana yuklab oldik. Va ham ko'rish bo'limida umumiy ko'rish havolasini yuborishingiz yoki boshqa turli xil ijtimoiy tarmoqlarga ham to'g'ridan-to'g'ri yuborishingiz mumkin. Ichki joylashuv, saytlarga taqdimotni ichki joylashuv qilishingiz yoki telefonga yuborishingiz, jildga ko'chirishingiz, vaqtinchalik xotiraga nusxa olishingiz mumkin. Canva dasturining imkoniyatlari juda ko'p. Taqdimot qilishni bosish orqali shu yerning o'zida to'liq ekranda taqdimot qilishingiz ham mumkin. Bugungi darsda siz bilan Canvaga kirishni, akkaunt yaratishni, birinchi dizaynni shablon orqali yaratishni o'rgandik. Keyingi darsda biz matn, rasm, grafik elementlar bilan chuqurroq ishlashni o'rganamiz. Iloji bo'lsa bugungi darsda yaratgan posteringizni o'zingizga, sinfingizga moslab qayta ishlang. Ya'ni buni siz qayta ishlab sinfingizda taqdimot qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, sog' bo'ling.